Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Hammalaringga salom. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana labo mashinamiz yangi. Endi yaqinroq kelaversan, mikrofon to'xtatdi. Nima, labomiz yangi. Kecha yuk olib Toshkentga borib keldi, Perevalga. Perevalga borib keldi, birinchi ko'rda arang Perevalda nimadan o'tdi? Perevalda. O'sha hozir kelib to'g'a Perevalda tortalmadi, juda qiynalib ketdi. Meni ko'rsam nihoyatda mashinada aka. Gazni ham yaqinda qo'ytiruvdi. Bu dim tortalmasligi nimaniki bo'pti? Gazni o'ta ochishib yuborgan ekan. Gazni ko'p ochib yuborgan ekan. Gaz ko'p bo'lsa mashina tortadi degan nuqtai nazari bilan gazni ko'p ochib yuborgan ekan. O'shanga men hozir buni gazini ligrovkasini ozaytiraman, ozaytirib tortadigan qilaman. Xullas kalom gazni bosganingizda raziyom oladigan qilib hozir tozlayman shuni. Chunki gaz ko'pagan hozir mana ovozini eshitib ko'ringlar. Mana o'chirib qo'yay qara. Obunachilarim mana mashina hozir yurgizib ko'raman. Nihoyat oddiy narsa bilan mashina zo'r tortadigan bo'lyapti. Buni bilmasdan yuklab olib arang tog'dan Perevaldan o'tishib ketdi. O'shanga hozir bir yurgizib ko'ray, ovozini eshitinglar. Mana shu mashqoni totalmaydigan holati mana shu. Mana gazni bosasiz. Yo qilib gaz ochyapti. Bu totalmaydigan holati. Batta hozir gaz ko'p. Mana hozir qarang, oddiy misol qarang, gazni ozaytirganimda o'zi boshqa yaxshi bo'lib qoladi mana. Mana hozir mashina yurib turibdi mana. Mana atverkani oldim. Men reduktorda o'zida ozaytirib qo'yaman mana hozir. Hozir reduktordan gazni ko'p ochishib yuborgan. To'simidir. Obunachilar baqa qaranglar. Mana ko'rsatgan. Mana gazda yurganimizdagi kim o'tiribgani keragi yo'q, mana hafta sho'ringlar. Mana. Hozir men havoni mana bilan bundan moslab qo'ydim. Hozir mana gazni ozaytirdim. Mana obunachilarim hozir mashinam rosa totadigan holatida. Mana hozir bossiz ko'taraveradi. Shuning uchun hozir ular bilmagan gazni ko'proq ochishib qo'ygan. Ko'proq ochib qo'ygan evaziga mashina qo'shmagan. Jim bo'lib qolib, Perevaldan arang o'tishib keldi. Mana hozir mashg'uloti bemalol 2-3 kilo olsa dakansa gazni bosaverasiz. Totaveradi. Gazni ko'pligiga totalmagan holat. Hozir bo'lsa shu reduktordan 2 kurik bilan 1 kurik, 2 kurik aylantirdim, mashina o'sha ozaytirdim. Mashina yarki totadigan bo'ldi mana. Shuni bilmagan, shuni o'sha gazni ko'proq olsak, ko'proq totadi deb turib burashib qo'ygan, ko'pligini hisobga totalmagan. Hozir ozaytirib qo'ydim obunachilarni. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir arzimas ozgina bir qiziqarli video bu. Chunki haliga shuni ham masalan mashinangiz dim yurgan bo'lsa, nimaga dim bo'lyapti deb gaz ochadigan bo'lsangiz, gaz olsangiz yana dim bo'ladi. Nimaga tortmayapti deb turaverasiz. O'shaning uchun gazda ortig'ini keragi yo'q. Qisqartiring, baribir zo'r totadi. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu obunachilarim rosa soz bo'lgani. Mana shu holatda Pereval yurasimi, toqqa yurasimi zo'r totaveradi. Mayli sog' bo'linglar.